Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Tazkiyatun nafs silsila darslaridan birodarlar, zikr manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. Zikr shaytonni quvadi va savalaydi. Zikr Alloh taoloning rozi bo'lishiga sabab. Zikr g'am anduhlarni ko'tarilishiga sabab. Zikr shodlik va sururga sabab. Zikr qalb va badanning quvvatli bo'lishiga sabab. Zikr qalb va yuzni nurli bo'lishiga sabab. Zikr rizqning keng bo'lishiga sabab. Zikr mahobat, halovat va go'zallikka yetishga sabab. Zikr Alloh taoloning muhabbatiga sabab. Zikr Alloh yaqin bo'lishga sabab. Zikr ihson martabasiga yetishga sabab. Zikr Allohga qaytishni o'rgatadi. Zikr ma'rifat eshigini ochadi. Zikr sababli Alloh bandani zikr qiladi. Zikr qalbning tirik bo'lishiga sabab. Birodarlar, zikr Alloh taolo aytgan vala zikrullohi akbar. Allohni zikr qilishlik, Allohning zikri eng buyuk narsa. Zikr eng buyuk narsa. Qur'oni Karimda zikr 10 xil vajh bilan vorid bo'lgan. Bugun shularni o'qiymiz. Birinchisi, Alloh taolo zikr qilishga mutlaq va muqayyat buyurgan. Ikkinchisi, zikrning ziddi bo'lgan g'aflatdan qaytargan. G'aflatdan va unutishlikdan Alloh taolo siz bilan bizni qaytargan. Uchinchisi, najot va yutuqni zikrni ko'p va davomiy aytishga bog'lab qo'ygan. To'rtinchisi, ahli zikrlarni Alloh maqtagan. Ular uchun mag'firat bor, ular uchun jannat bor deyilgan. Beshinchisi, zikrga beparvo bo'lgan insonlar hasrat va nadomatda bo'lishlari xabar berilgan. Oltinchisi, banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu bandani o'zi zikr qiladi. Yettinchisi, eng buyuk narsa bu Alloh taoloning zikri. Qur'onda shunday deyilgan: "Vala zikrullohi akbar." Allohning zikri hamma narsadan ulug'. Sakkizinchisi, Alloh taoloni zikr qilsagina inson Allohning oyatlaridan foydalanadi. To'qqizinchisi, Alloh taolo zikrni amallarning hammasiga qarina qilib qo'ygan. O'ninchisi, zikr Alloh taoloning roziligiga sabab bo'ladi. Mana endi shu 10 ta vajhni, Qur'onda kelgan 10 ta vajhni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Zikr haqida 10 xil vajh kelyapti, birodarlar. Shuni o'zi siz bilan bizga bu amal qanchalar ulug' ibodat, qanchalar ulug' amal ekanligini ko'rsatib beradi. Birinchi vajh. Alloh taolo zikrga mutlaq va muqayyat suratda amr qilgan. Mutlaq amr. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kaseera. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Bu mutlaq amr. Allohni eslatganki narsani gapirar ekansiz, qilar ekansiz, bu zikr bo'ladi. Tasbih aytdingiz, zikr. Qur'on tilovat qildingiz, zikr. Amr ma'ruf nahiy qildingiz, zikr. Tasbih, tahlil, takbir, bularning hammasi zikr. Demak, Allohni eslatadiganki narsa bu zikr bo'ladi, bu mutlaq suratda aytildi. Endi muqayyat, bog'langan holda aytildi. Astagfirullah. Wadkur robbaka fi nafsika tadarruan wa hifa wa dunal jahr min al-qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Parvardigoringizni ichingizda yolvorib, qo'rqib, dildan erta-yu kech yod qiling va g'ofil kimsalardan bo'lmang. Demak, zikr oshkora bo'ladi, maxfiy bo'ladi. Xorlik bilan bo'ladi, huzu bilan bo'ladi, qo'rquv bilan bo'ladi. Mana shu narsalarga bog'langan bo'ladi zikr. Qalbing bilan ham, tiling bilan ham Allohni zikr qilishing kerak. Demak, birinchi vajh, Alloh taolo zikrga buyurdi, mutlaq va muqayyat. Ikkinchi vajh. Alloh taolo zikrdan g'aflatda qolishlikdan man qildi. Unutish va g'aflatdan qaytardi. Vala takum minal g'ofilin. G'ofil kimsalardan bo'lmang. Vazkur robbaka idza nasita.
Agar unutib qo'ysang, xayolingdan ko'tarib qo'ygan bo'lsa, insonsan banda, darrov Robbingni zikr qilgin. Darrov Robbingni zikr qilgin. Nimadan g'ofil bo'lma? Allohning zikridan. Birodarlar, hayotimizdagi eng xatarli narsa bu g'aflatda bo'lishlik. Ko'p odamlar g'ofillik, g'aflat uyqusida yashaydi. Uyquda bo'ladi, lekin uxlayotganligini bilmaydi. Bundaylar uyg'onadi. Bir kun albatta uyg'onadi. Qachon uyg'onadi? O'lganidan keyin. Alloh taolo aytadi: "Fazarhum yahuzu va yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun." Bas, bunaqalarni tark qiling. Va'da qilingan kunga ro'baro bo'lgunlaricha nohaq yo'llarda sho'ng'ib, o'z dunyolarida o'ynab kulib yuraversin. Shular bir kun keladi, uyg'onishadi. G'aflatda yashaganligini biladi, lekin vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Birodarlar, hayot bizni ishlatib yuboradi. Shunaqa bir tushuncha bor. Hayot bizni ishlatib yuboradi. Nima degani? Bitta ishni tugatding, ikkinchisi chiqadi. Bitta g'amingni hal qilding, bitta muammoni yechding, orqasidan ikkinchisi chiqadi. Shunday qilib, muammo ketidan muammo, ish ketidan ish paydo bo'laveradi, qarabsizki, hayot o'tib ketib qoladi. Hayot siz bilan bizni ishlatib yuboradi. Agar birodar seni qilayotgan mana shu dunyodagi ishlaring, tijorating, kasbing, muomalang hamma vaqtingni egallab qo'ygan bo'lsa, Allohni zikr qilishdan to'sib qo'ygan bo'lsa, Allohni zikriga vaqting bo'lmayotgan bo'lsa, sen aniq hasrat nadomatdasan. Chunki mana shu ishlar seni g'ofil qilib qo'yapti. Namozni kech payt o'qib oladi hammasini, shomdan keyin. Bo'ladi. Endi o'qiymiz, bir ishlarimiz pensiyaga chiqqanda o'qiyman degan gap bo'lardi bir 30 yil burun. Eslayapsizlarmi shu gaplaringizni? Namoz o'qi deb enalar aytsa nima degan? 30 dan boshlayman derdi, ertaroq niyat qilganlari. 30 dan o'tganlar nima derdi? Va ana shu pensiyaga chiqqanda o'qiyman deganlar ham biz aytayotgandek g'aflatda qolgan odamlar. Birodarlar, g'aflat eng xatarli narsa. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah va la takunu kalladina nasulloha fa ansahum anfusahum ulayka humul fasiqun." Sizlar deyapti Alloh. Allohni unutib qo'yganligi sababli Alloh ularga o'zlarini kim ekanligini unuttirib qo'ygan kishilarga bo'lmanglar. Ana o'shalar haqiqiy itoatsiz fosiq kimsalardir. Bir qavm bor, Allohni unutuvdi, umuman unutuvdi, g'aflatda qoluvdi. Allohni unutganligi uchun Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. G'arb olamini qarasangiz, u yerdagi odamlarning ayrimlari erkakka uylanyapti. Ayol uylanyapti. Ayol kishi erkak kishiman deb, erkak kishi ayol kishiman deb pasport olyapti. Ahmoq emas ular, aqlli insonlar. Dunyo ishlarida siz bilan biz ularga yetishimizga bir 100 yil bor. Dunyo ilm fanida, taraqqiyotida o'tib ketdi bizdan. Lekin Allohni unutib qo'yganligi uchun Alloh ularni inson ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Nima uchun bunday bo'ldi ular? Allohni unutishgan edi. O'xshatish mumkin bo'lsa, relsning ustida ketayotgan poyezd yoki uni vagoni faqat relsning ustida to'g'ri turadi. Agar relsdan tushirib qo'ysangiz, tamom u poyezd. Asfaltga tushirasizmi, mramorga tushirasizmi, tuproqqa tushirasizmi, tamom, botib qoladi, shig'alanib ketadi, xullas tamom bo'ladi. Poyezd va uni vagoni faqat relsda to'g'ri yurganidek, inson o'zini insonligini unutmaydi agar Allohni unutmasa. Allohni unutdimi? Tugadi. Birodarlar, Allohni unutganligi uchun ular Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Ular itoatsiz kimsalar. Mana shularga bo'lib qolmanglar deyapti. Alloh sen bilan meni birodar zikrga buyurdi. Mutlaq va muqayyat suratda. Qo'rquv bilan, umid bilan, tazarru bilan, oshkora va maxfiy. Va g'ofil bo'lma deyapti. Va la takun minal g'ofilin. Allohni unutishdi.
Shuning uchun bular bu dunyoga nimaga kelganligini unutib qo'yishdi. Nimaga yashayotganini unutib qo'yishdi. Ustidagi taklifotni unutishdi, omonatni unutishdi, solih amalni unutishdi. Bu ham yetmagandek o'zini ham kimligini unutib qo'ydi. Biz nimani o'rganyapmiz o'zi? Biz nafs tarbiyasini o'rganyapmiz. Qalb tarbiyasini o'rganyapmiz. Nima uchun namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmayapti? Shuni sababini o'rganyapmiz. Nima uchun qalblarimiz qatib ketgan? Nimaga bir yumshoqlik yo'q? Nimaga ko'z yoshi yo'q? Nimaga? Mana shu tasavvufdan uzoq bo'lib ketganimiz uchun. Nafs, qalb tarbiyasidan uzoq bo'lib ketgan. Biz shuni o'rganyapmiz. Uchinchi vajh, najot va yutuq Alloh azza va jallaning zikriga bog'lab qo'yildi. Falonchi hayotda muvaffaqiyatga erishdi deyiladi. Bu nima degani? Hayotda uni topdi degani. Bir ilmni, kasbni, hunarni puxta egalladi degani. Mana shu sababli jamiyatda topish tutish yaxshi bo'ldi, bekami ko'z yashadi, oila qurdi, farzandli bo'ldi, jamiyatda muvaffaqiyatga erishdi, yutuqqa erishdi, e'tiborga erishdi, hurmatga erishdi. Ha, bu dunyo maydonida bir odamni erishgan narsasi yutuq deyiladi. Dunyo maydonida bir yutuqqa erishdi deyiladi, lekin haqiqiy yutuq emas, birodarlar. Chunki bu aytilgan narsalar ilm, hunar, martaba, oila, pul Allohni tanimaganlarga ham berilyapti naryoqda, g'arb olamida. Biz aytayotgan yutuq faqat dunyo maydoni yutuq emas. Ha birodarlar, boylar, mansabdorlar, quvvat egalari dunyoda muvaffaqiyatga erishdi. Halolmi, harommi, biroda haqqimi, yo'qmi, nima bo'lganda ham bir narsaga erishdi. Ammo haqiqiy yutuq birodarlar, oxiratdagi yutuq, oxirat hayotidagi muvaffaqiyat. Agar mana shu joyda yutgan bo'lsangiz, haqiqiy yutuqqa muvaffaqiyatga erishdingiz. Mana oramizda badavlat odamlar bor, o'rtahol odamlar bor, kambag'al odamlar bor. Boy deymiz, o'rtahol deymiz, kambag'al deymiz. Biz deymiz buni. Lekin Ali ibn Abi Talibda bir ajib so'zi bor ekan. Bu ulug' sahobiy aytadiki, boylik va faqirlik Allohga ro'baro bo'linganidan keyin ma'lum bo'ladi. Kimni haqiqiy boy bo'lgani, kimni haqiqiy faqir bo'lgani Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi deydi. Agar shu falsafadan, shu tasavvurdan kelib chiqib turib aytadigan bo'lsak, kim haq, kim nohaq qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim yutdi, kim yutkizdi qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim haqiqiy aziz, kim xor qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kimni past, kimni oliy ekanligi ham Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ma'lum bo'ladi. Ungacha birodarlar, dunyoda aytyapmiz-da, ona yutdi, mana yutkizdi, ona oliy, mana past, mana boy, mana kambag'al deb. Haqiqiy kulgan qachon kuladi? Qiyomat kunidagi kulgu haqiqiy kulgu bo'ladi. Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun. Bu dunyoda kofirlar musulmonlar ustidan kulyaptimi? Har narsasini aytib kulyapti, masxaralab. Alloh aytayapti, falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun. Endi bu kunda deydi, qiyomat kunida mo'minlar kofirlarning ustidan kuladi deydi. Ana shu kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Alloh ana shu kulgida kulishlikni hammamizga nasib qilsin. Agar ikki dunyoda yutuqqa erishishni istasang, haqiqiy saodatli, baxtli insonlardan bo'lishini xohlasang, birodar, Allohni ko'p zikr qil. Hatto dushmanga ro'baro bo'lganingizda, dushmandan g'olib bo'lish uchun ham Allohni ko'p zikr qilishingiz kerak. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, agar dushman toifaga ro'baro bo'lsanglar, jang maydonida dushman qo'shiniga ro'baro bo'lsanglar, sobit turinglar va Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'alabaga erishsanglar. Shoyat g'alabaga erishsanglar, yutuqqa erishsanglar. Nima qilsanglar yutuqqa erishasizlar? Allohni ko'p zikr qilsanglar. Mo'g'ul tatar
balosi bu insoniyatning ustiga kelgan. Xususan musulmon ummatiga balo bo'lib keldi. Yajuj Majuj mashlarmikin degan xayol kelib qoldi odamlarning kallasiga. Mo'g'ullarni yengib bo'lmaydi degan tasavvur kirib qoldi odamlarning kallasiga. Ana shu mo'g'ullarni shavkatini sindirgan, ularni ayni Jolut ma'rakasida mag'lub qilgan musulmon sultonlari, Sulton Bebars, Sayfuddin Qutuz. Ana shu hal qiluvchi ayni Jolut ma'rakasida jang bo'lishdan avvalgi kechada, jangdan avvalgi kechada bu muzaffar qo'shin nima bilan mashg'ul bo'ldi, bilasizlarmi? Mana shu ulug' sultonlarning pirlari, ustozlari qo'shinni kechasi bilan Allohga duo iltijo qilib, kechasi bilan zikr bilan band bo'lishini buyurdi. Qo'shin shunday qildi. Qo'shin uxlamadi, kechasi bilan zikrda bo'ldi, iltijo qildi, ko'p zikrda bo'lishdi. Natija qanday bo'ldi? Alloh azza va jalla bu sultonlarga, bu musulmon lashkariga g'alabani berdi. Va la zikrullohi akbar. Allohning zikri hamma narsadan buyuk dedimi Alloh? Shuning uchun Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'olib bo'lsanglar, hamma ishda. Allohni qalbingda zikr qil birodar. Tilingda zikr qil birodar. Odamlarga eslat Allohni. Qanaqa majlisda o'tirma, yig'in bo'lsa, Allohni zikr qilishlik kerak. Agar shunday qilsang, qalbing xotirjamlikka to'ladi. Atrofingdagilarni chehralari ochiladi. Sendan xursand bo'lishadi. Agar dunyoni zikr qilsang, odamlar atrofingda o'tirmay tarqaydi. Chunki dunyodan Alloh taolo hammaga ulushni har xil berganda, dunyo matohidan ulush har xil berilganda, ammo Allohning zikriga hammaning imkoniyati teng. Vazkurulloha katiron la'allakum tuflihun. Va doim Allohni yod etingiz, shoyat najot topursiz. Nimani gapirdik? Alloh taolo zikrni mutlaq va muqayyat qilib buyurdi. Ya'ni mutlaq zikr qilishimiz kerak va muqayyat zikr qilishimiz kerak. Ikkinchi vajh nima bo'ldi? Unutish va g'aflatdan Alloh taolo qaytardi. Uchinchi vajh. Najot va yutuqni Allohning zikriga bog'lab qo'ydi. Inson Allohni zikr qilar ekan, albatta yutuq va g'alabaga erishadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.